Manchester City Rodrining transferi bo'yicha Barselonaga yana yo'q dedi. Avvalroq kataloniyaliklar ispaniyalik Havrik uchun Angliya chempioniga 60 million yevro atrofida mablag' taklif qilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Shaharliklar bu taklifni qoniqarsiz deb topgan va o'z futbolchisi uchun taxminan 80 million yevro talab qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, muzokaralarda Barselonaning foydasiga ishlayotgan eng katta omillardan biri bu Rodrining amaldagi shartnomasi bilan bog'liq vaziyatdir. Ispaniyalik futbolchi hamda Manchester City o'rtasidagi bitim tugashiga atigi 1 yil qolgan. Rodri esa ingliz klubi bilan hamkorlikni uzaytirishni istamayapti. Bu holat Cityning rejalari va qarorlariga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Klub o'zining asosiy futbolchilaridan birini arzon narxda sotishni xohlamayapti. Ammo Rodrining shartnomasini uzaytirmasdan turib, so'nggi yilni klubda o'tkazishga ruxsat berish kelajakda inglizlar uchun bundan-da kattaroq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Aynan mana shu holat Barselona foydasiga ishlamoqda.